Leksiyalarımızı davamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Bugünkü İslağış kimin 20. yıl 7. ayının 27. günü haftaga düşenbe. Yukarı leksiyanın davamı. Şunlaşka dep başlaydı. Notqını Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Shunglashqa Jungo Kompartiyasining xatti-harakatlari erkin dunyoning erkinligiga qilinayotgan xarajatlar. Xi Jinping hargizmi Jungoning ishchi tashiga abadiy hukmronlik qilolmaydi. Xi Jinping hargizmi Jungoning ishchi va tashiga abadiy hukmronlik qilolmaydi. Faqat biz huquqni qo'llab, uning qo'liga o'tkazib bermaydiganlar bo'lsak, o abadiy hukmronlik qilolmaydi. Diqqat vatandosh, nima deydi? Qarang, ha? Xi Jinping hargizmi Jungoning ishchi va tashiga abadiy hukmronlik qilolmaydi. Faqat biz huquqni qo'llab, uning qo'liga o'tkazib bermaydiganlar bo'lsak, u abadiy hukmronlik qilolmaydi. Bu qo'rshash strategiyasi emas. Bu misli ko'rilmagan intayin murakkab yangi xarajatlar. Bu qo'rshash strategiyasi emas. Bu misli ko'rilmagan intayin murakkab yangi xarajatlar. Sobiq Sovetlar ayni chog'da o'zini dunyoning sirtida qoldirgan edi. Jungo Kompartiyasi bo'lsa bizning dunyomizning ichida va bizning davlatimizning ichidadir. Demak, bizga hozir orlish beshavatli Jungo Kompartiyasi. Shunga biz bunda xirisga duch kelganda yolg'iz yagona kurash qila olmaymiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ichida Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti yana NATOning ichida 7 davlat guruhi yoki 20 davlat guruhi ichida bizlar to'plagan umumiy iqtisodiy, diplomatiya va harbiy kuch muvofiq moslashib beradiganlar bo'lsa, Jungoning xarajatlarini to'sib qilishda mutlaq yetarlik bo'ldi. Jungoning xarajatlarini to'sib qilishga mutlaq yetarlikdir yoki yetarlik bo'ladi. Balki biz qalbi bir, muddao maqsadlari bir, ittifoqdoshlar, yangi demokratik ittifoqdoshlar qurib chiqishimiz mumkin. Misollarni ko'rdingizmi, vatanda chiqishimiz mumkin. Bizning qurol vositamiz bor. Bizga hozir kerak bo'lgani qo'shilishdir, ma'qul deyishdir. Bir naql keltiray. İncil'de ko'rsatilgandek, acaba bizning orzularimiz halaydı, arzularımızda xohishi bor. Lekin bizning jismoniyatimiz ojizmi? Yani bunun ma'nosi biz shunday qilamiz demakchi, bizning buning jismoniyatimiz, jismoniy quvvatimiz va kuchimiz yetmaydigan ish bormi? İncil'de gapga nazar solishtirib, hozirgi dunyodagi gap so'zlarga tahlil qilib o'tadi vatandosh. Agar erkin dunyo Jungo Kompartiyasini o'zgartmaydigan bo'lsa, undaqda Jungo Kompartiyasi bizni o'zgartadi. Mana bu hukm. Logikalik siyosat falsafasi bo'yicha elingan logikalik hukm. Agar biz Jungo Kompartiyasini o'zgartmaydigan bo'lsak, undaqda Jungo Kompartiyasi bizni o'zgartadi. Biz endi konusol choralar ozodi qulay bo'lganlikdan yana qaytadan koni yo'lga, kona katanga qaytmaymiz. Amerika erkin dunyoga yordam berish
ve erkinlikni qoğdaşdan ibaret paydalı oranda turupdu. Bu bizning birlik burchimizdir. Bu bizning birlik burchimizdir. Bu fursatni bizning davlat qurish prinsiplarimiz bizga yaratib bergan. Xuddi men bir hafta burun tushuntirgandek, bizning davlatimiz mundaq bir oldingi shart ustiga, ya'ni har bir odam tartib algılı bo'lmaydigan huquqlarga ega deydigan prinsiplar ustiga qurilgan. Bu huquqlarga kapolat qilish hukumatning majburiyatidir. Oddiy, lekin kuchli bu paket Amerikani allaqachon butun dunyo xalqi talpinadigan erkin monarxa aylantirdi. Richard Nixon 1967-yili mundaq yozgan edi. Jungo o'zgarmaydi ekan, dunyo bexatar bo'lolmaydi. O bak to'g'ri yozgan edi. Hozir biz uning gapiga quloq soladigan vaqt keldi. Nixon nima degan ekan ayni chaqda? Qaranglar. Jungo o'zgarmaydi ekan, dunyo bexatar bo'lolmaydi. O bak to'g'ri yozgan edi. Hozir bu uning gapi, hozir biz uning gapiga quloq soladigan vaqt keldi. Bugun xaym xatar allaqachon oshkorlandi. Bugun uyg'onish yetib keldi. Bugun erkin dunyo javob qaytarishi kerak. Biz endi o'tmishga, kaynimizga qaytmaymiz. Her bir odamga Allah yar bo'lsin. Jungo xalqiga Allah yar bo'lsin. Amerika Qo'shma Shtatlari xalqlariga Allah yar bo'lsin. Rahmat ko'pchilik. Yuqorqala Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning 7-oyning 23-kuni Kaliforniya shtati Nixon, prezident Nixon nomidagi kutubxonada so'zlagan nutqi, Jungo siyosati nutqi, mavzusi kommunistik Jungo va erkin dunyoning kelgusi. Leksiya tugadi, hurmatli vatandoshlar. Endilikda sizlar bilan birga muhokama qilamiz.